Asalim, aytgan narsangni olib keldim. Voy, oyi, siz bu yerda nima qilyapsiz? Xotinim qani? Kiryapti, pardani yuziraman. Kech bo'lganda-ya? O'g'ri tomoq bo'ldingizmi endi xotiningizga qo'shilib. Shashliklar kelib qoldimi xotiningiz, ha? Kallang qursin. Sut berganlari ekan-de. Qo'shlar nima deydi? Ana, adabiyot kelyapti. Ko'rdingizmi o'g'lingizni qilgan ishini kimga o'xshagan chiqdi bu bilmayman. Ko'rib turibman. Ha, shashiging darvozasidan sig'may qoldimi? Ha, shu yerda eshik ochib bera qoling, bemalol kirib chiqib yurasanlar. Ha, shu shashing oldiga bitta qo'shib olsang o'lasanmi ota-onangga? Hammasiga saybdorsan. Kelin aybdor hammasiga, xo'pmi? Yer tuylantirgan mag'moman o'sani. Seyidim qani? Bardoganga Seyidga chiqqan. Oyi, Voy, mengami? Men yaxshi ko'rgan marujnik ko'p bu. yo'q, xolodilnik qo'yib qo'ying, erib ketadi bo'lsam, keliningizga olganman. Ha, ekspress, bardoganga. Onasi mana so'ragan narsa. Bilib qolishga ozgina qoldi. Qolgan narsani olib kelmadingizmi? Vohma qilma, mana onasi. Adasi, shuncha yildan beri bir marta ham qo'lga tushib qolmagansiz. Bu yoshlar qayerdan ham biladi? Mani 30 yillik tajribam bor-ku, uyga berkitib olib kirish bo'yicha.